Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, yaqinlar, kanalimiz a'zolari. Bugun 4-yanvar 2025-yil. Mana navbatdagi labolarga ham chiroyli bo'lgan tunikani o'rab oldik. Labon egalari Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Hamzobod mahallasidan ketdilar. Bu laboni pollariga rezinka tashlangan, yo'llariga shumkalar qilingan, konteyner pollar qo'yilgan. Mana qattiq bu narsalar qattiq tormizda keladimi, yuklaganda unaqa taxtalar keladigan bo'lsa bukilib ichkariga kirib ketib qolmaydi hech qanaqasiga. Yana bo'lmasam ramalarga ham zarba o'tkazmaydi. Penoplekslar qo'yilgan. Mana penoplex ham turadi, issiq sovuqni orqadan salonga ishni oldini oladi. Hashay-pashaylar tushmaydi. Yo'llari 1,5 sm ichkariga bukilgan. Bu yo'llari ham sandiqchalari bor. Ichlariga bunaqa arqon kulich aptechkalar solsa bo'laveradi. Bemalol telefon qilishingiz mumkin. Bu sandiqlar alohida sotiladi ham, rezinkalar ham shunaqa, tepasiga bojlar ham bor. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana bu ekrandagi raqamlarga behijolat telefon qilaverasizlar. Mana manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bordon qishlog'i, svetofor yaqinida bo'ladi. 1 soat 1,5 soat ichida o'rnatib beramiz. Kamchiliklar bo'lsa bemalol kommentariyaga yozib qo'yinglar. Kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat.